Assalamu alaikum qarindoshlar. Hammalar yaxshi tudinglarmi? Bugun mening bir Facebook ozroq vaqtim chiqib, bir narsalarni chiqarib o'tasam, bu Mehmet To'xti Kanadadagi qonun mutaxassisi qurultay mundaq qilyapti, biz nima yezyapti deb bilan chiqaribdi. Undan keyin bir qarindoshimiz bu Mehmet To'xtining bir ovozini nim qilib bana ayrım evetip koyuptu. Yani bu müstakillik iradesini bildiriş, bu kaldısı işlemeydi ki bulanı degen tema doğruluk bunu bilen depti. Hem de bu Mehmet To'xti rastın desem bu biz yaşlarının ümit buluqi. Biz yaşlar kurultayının azaları, yaş qarindoshlarimiz Mehmet To'xtini görse nəhayət ümitlenirdi. Yani ümit verdiğin ümit buluqimiz. Çünkü yaşlar deydi ki, eğer muşu Mehmet To'xti, muşu Uygurluğu vekillik kılımızda vagan teşkilatının kanun işleriga mesul bolgan bolsa, biz mu hem işe mesul bolalaydı ekanmiz dep ümitlenirdi bu adamni gözü. Endi bu aldı bilen bir yerdeki mesele şu. Bir yerde doğruluk var. Yani Şarkı Türkistan'ın müstakilliği talaş tartış kılınmaslık gerek. Şarkı Türkistan'ın müstakillik halamsızlar dese deb duruş gerek onun da. Bu yani talaş tartış kılgan tema emas. Ama bu münafıklar bu işlerini o kadar yegapırvetti ki hatta muşunu mu talaş tartış kılıp bu münafıklığını halkın aldıda közüge köz tutduğu yege mecbur kılıvatımız. Kanda bir millet müstakillik deyse aşın talaş tartış kılıdı. Hatta Amerika'daki Xitay var deydi ki bizim vatanның eşeklerimi müstakillik dese halaydı elbette deydi. Mesele onun degini doğru. O vatandaki eşeklerimi müstakillikni halaydı. Ama mesele ma çeteldeki eşekler müstakillikni halamaydı emasmi. Şunun için biz bununla mecbur kılıvatımız. Yani bu münafıklar kurultayı eğer münafık bulmasa bu meselelerini talaş tartış kıladigan ahvalga düşürüp koymaydı bu milletni. Uygurcada müstakillik deymeyiz degan bilan İngilizcada avtonomiya deb birimini yazmaydı. Uygurlarga vekillik kıldigan birden bir teşkilat biz deb bulup, ondan keyin chiqib biz müstakillikni tashabbus qilmaymiz deb tweetdan uchni atmaydı. Bloomberg xabari bularni müstakilchi deb xato tushunib qaptiki, bunu biz emas deb tweet etibdi. Bunu konu mesele burun qishlar desanglar, agar işte deydigan podaqchilar chiqdi. O vaqtida ana men chiqarib qo'ydim hozirda. Rayhan Asad degan Amerikadagi yangi chiqqan saplama munofiqning Uyg'urlarning nahayda assalliqlari. Atatürk bunu kuchab da'vatiman deb inglizcha qo'shib qo'yishyapti. Intayin ozni kuchavyaptimi? O'zini o'zi idora qilishni asas qilib harakat qilsa, xuddi ular Şinjan'ni Jungo'dan ağırıp çıkışı niyeti vadek Uygurlarını bölgünçü dep bastırdı. Köp sallık Uygurlarının onda arzusu yoktu dep makal yazdı. Ben çıkarıp koydum ben Ümit ya Dilyar Musabay benim Facebook'umdan sana çıkarıp koydum tekstini. İngilizce ve Uygurca. Yani bu münafıklığını kılmasa bu müstakillik demdik dememdik degen bu yerge nime kalmaydı. Acet kalmaydı, kerek kalmaydı. Çünkü her qanday millet vatanimizdeki eşeklerimi müstakillikni halaydı. Ama çeteldeki eşekler onu buzg'unchilik qilyapti. Endi bu devletler nima uchun ma'g'uz hali xudoyorlar bunu deydi. Va müstakillik deganni bilpaqayli davlatimiz deydi deganda bunu to'g'ri tushuninglar. Bu Amerikadagi bu Xitoylarning radiosi bilan bu Amerika Uyg'ur birlashmasi deydigan bu NED'nin nimiz teşkilatı var. Projekti. Uyghur Human Rights Project. Bu bir projekt. Cuma projektni düşünürsün bu. Bula İlham To'xtining vatanning ichida 700 Uyg'urning nimasi bilan raisini ish bilan qilgan biz avtonomiya elishni xohlaymiz, mustaqillik xohlamaymiz degan 700 Uyg'urning ko'p sonligi deyli. Avtonomiya alimida vatanning ichida qilgan bir nimani raisini ashni chet elda ilgililigini tashviq qildi yillar bo'yi. Andagi inglizcha narsalarda butunlay avtonomiya alimizda bir narsalarni yezib keldi. Undan boshqa
Ma Rayhan Nesattek mandaq nəsləmə hazırgıcı yazılıvatıdı. İngilizce biz Uygurlar müstəqillik xalaydı bizning xalqimiz degan bir cümlesini deb biringlarmı. Hamma Uygurcha boshqa so'z kuni soladi xalqqa, inglizcha boshqa narsa. Endi bu ahvolda biz bilanmi Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi bilanmi yoki boshqa tashkilotlar bilanmi chet elliklar ko'rishganda biz mustaqillik xohlaymiz degan vaqtimizda bu sizlarning tashkilotlaringiz xohlamaydi ekan-ku. Sizlarning Uyg'urlar vakillik qilgan tashkilot xohlamaydi ekan-ku. Agarda sizlarning xalqinglar buni xohlasa, tashkilotlaringlar buni xohlasa, bu ovozni chiqarishinglar kerak. Chunki bu sizlarning bu tashkilotlaringlar kirgan yerda undaq gapni qilmadi. Yozgan maqolalarni hatto shaxsan menga bu haqning ba'zi yozgan maqolalarini chet elliklar berdi. Yana bir narsani deb qo'yay. Bir Yaponiyaning parlament a'zosi bizning Yaponiyadagi a'zolarimizga bir kitob avatgan yaponcha. Mushu munofiqlarning Yaponiyadagi Savut demdo, Mahmud demdo ismi nima? Bir munofiqning yozgan kitobi. Yaponiyalik parlament a'zosi ko'rib, bu Uyg'ur yozgan kitob emas. Buning ichidagi narsa butun Xitoyning gipi bu Uyg'urlar mustaqillik xohlamaydi, osonlik bo'lgunchilar mustaqillik xohlaydi degan. Mushuni bir Uyg'ur qanday yozdi Yaponiya Uyg'ur jamiyatining ichidagi bir vazifa olgan bir Uyg'ur deb bizning bir a'zorimizga avatdi bir kitobni. U bola o kitobni ko'rib, o'qib, o'to'g'irlab yaponcha bir narsa yozmoqchi. U bolaning u parlament a'zosi degani bular shundoq avtonomiyachilar, ammo u butun Uyg'urga vakillik qilmaydi. Bu kitob Uyg'urning ovozi emas. Mustaqilchi Uyg'urlarmi bor deb javob bergizdik biz u bolani Yaponiyaning parlament a'zosiga. Bu qadar rasvochilik va pardining keyinda. Hamma narsani bir qitimdan to'kib ochayli desak, u 24 soat ochsa qoladi bu haqning rasvochiligini. Shuning uchun davlatlar bizga da'vat etdiki, sizlarning xalqinglar zodi nima xohlaydi, buni biz bir bilib baqayli. Buni bir bildiringlar bizga. Hech qanday shak shubisiz, hech qanday taraddussiz biz mustaqillik xohlaymiz, biz besilingan zamin deyish kerak normal odam bo'lsa. Shunga Mehmet To'xti bizning ilhom qaynog'imiz, bizning umid buluqimiz. Mehmet To'xti bir tashkilotning qonuniy mas'uli bo'lgan bo'lsa, bizning tashkilotdagi yangi a'zolarmi Uyg'urlarga advokat bo'la oladi ekanman degan umid bilan turyapti. Ammo munofiqligim ras bo'ladi. Bu munofiqlik qilmasang, bu ishlarga kerak yo'q. Berib Xitoy bilan yashamsa yoki bo'lmasa buning ichida jiqqo Xitoyga tekkan, Xitoyni olgan biz to'qaynimi va bizga Uyg'urlikdan dars o'tadigan. Tigamsa, yashamsa hech nimaga aralashmaymiz. Ammo bu millatga biz vakillik qilamiz degan narsani 10 ming imzoli yo'q qilgandek, u narsani yo'qitsa. Va u qadamning zaten oxiriga keldik. Shunga qarindoshlar, bu Mehmet To'xtidek bundaq bo'ynidagi tasmasi bilan yurdigan bu tasmaloqlarga deb yo'limizga boramiz. Mehmet To'xta men bir narsani deb qo'y. Abay Facebook chiqarib qo'ygandim, bu ovoz kelishdim burunlar. Meyalimmi deb qo'y. 2018-yil Almanga berib kelgan taftishinglarni qanday qilding Mehmet To'xta? Qanday bir taraf qilding? Ya u taftishing Xitoyning qo'lidagi Xitoy bergan destekni ko'rsatib turib hammani bir taraf qildimi? Shuni biz anglatqina, shuni bir anglaylik. Qanday qildinglar taftishingni?